Mendan juda ko'pchilik emizikli ayollarimiz so'rashadiki, ozish marafonda emiziklilar qatnashsa bo'ladimi? Nafaqat bo'ladi, balki shart hisoblanadi. Chunki aynan emizikli ayollar ham o'zi uchun, ham farzandi uchun mas'ul shaxs hisoblanadi. Farzandiga qanchalik sifatli sut yetkazib beryapti yoki sifatsiz sut yetkazib beryapti, bu albatta farzandini kelajagi uchun poydevor. Ya'ni ko'pchilik ayollarimiz, emizikli ayollarimiz nima qilishadi? Xamir ovqatlar, oshlar, makaron, suyuq ovqat, sho'rvalarni qilishadi-da, nonni bo'ktirib bo'kkuncha yeb qo'yishadi. Nima uchun? Sababi sut ko'paysin deyishadi. Lekin sutni hech qanaqa bu ovqatlarga aloqasi yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, mayli sutingiz ham ko'paydi deylik, lekin bu ovqatlardan siz emizayotgan bolaga sifatli sut yetib bormaydi. Qani bu ovqatlarning tarkibida oqsili, qani foydali yog'lari, qani o'sha kletchatkalari, qani uglevodlari? To'g'ri, bo'lishi mumkin kamroq miqdorda. Lekin farzandga nima kerak? Xamir ovqatlar, sho'rvaga bo'kkan non kerak emas hech qachon farzandingizga. Ko'proq vitaminga boy sut kerak bo'ladi. Ona uchun sutni litri emas, sutni sifati ahamiyatli bo'lishi kerak.